Hans Christian Andersen 1805-yil 2-aprelda tavallud topgan Daniya yozuvchisi, mashhur ertaknavis Irtikdos oilasida tug'ilgan. Andersen ertaklarda ko'pincha bosh qahramon shahzoda ham emas, malika ham emas, balki oddiy mehnatkash xalqdir. Ular o'zlarining samarali mehnati, aql-idroki, axloq-odoblari bilan kitobxon taqsimiga muvaffaq bo'ldilar. Uning qo'ng'iroqli girdob, kumush tanga, kolbasa sixidan sho'rva, go'ng qo'ng'ir va boshqa ertaklari fikrimizga yorqin misol bo'la oladi. Ertakchining qo'ng'iroqli girdob asarini olib ko'raylik. Unda asrlar mobaynida ezilgan, og'ir mehnat va zulmatdan tinka-madori qurigan mehnatkash xalq vakili Balkinning o'z xo'jayiniga qarshi turishi kitobxonni quvontiradi. Andersenning qo'rg'oshin soldatcha, bulbul, irkit o'rdakcha, qirolicha ona kabi mashhur ertaklari va suratsiz surat kitobi shu davrda yaratilgan. Andersen Mulot piyesasini, shoir bozori yo'l xaritalarini ham yozgan. Ikki Bornessa romanida tabaqalashtirishga asoslangan jamiyatni tanqid qiladi. Bolalar odatda hayvonlar, parrandalar, hasharotlar haqidagi ertaklarni sevib o'qiydilar. Andersen yaratgan ertaklarning juda ko'pchiligi ana shu mavzuni qamrab olish bilan ham xarakterli. Duyumchaxon, irkit o'rdakcha, botqoq shoirning qizi, baqa, burgaba professor singari ertaklari ham o'zbek kitobxonlarining sevimli asarlariga aylanib ketgan. Xullas, Daniya ertakchisi Hans Christian Andersenning ijodi uzoq yillardan beri yosh kitobxonlarga zavq-shavq bag'ishlab kelmoqda.